3 xonali xona so'raganlar uchun Samarqand shahar Marhabo 14-maktabning yonidan kirganda 4 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan polnotsenniy 3 xona, kattagina zali, konditsioner, hamma sharoiti bor. Kirib yashaydigan joy. Nima ko'ryapsizlar, hammasi qoladi. Mana bu esa alohida yana bitta xonasi, o'zining garderob shkofi bor. Bu yerga zakrytый balkon. Mana bu yerga yana bitta detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi. Katta zal, mana bu 2-xonasi. Mana bu esa 3-xonasi. Bu ham yana bitta spalni, kattalar uchun yotoqxona qilsa bo'ladi, yo detskiy qilsa ham bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas, garderob shkofi bor. Ana endi mana shu tashqari taraf eshikdan kirganda garderob shkof qilgan. To'g'rimizda mana shunaqangi yana razvishnoy shkof qilgan. Mana bu yerga yana ancha narsa ketadi. Ana endi bitta kuxnyasini ko'rsataman. Bular eshigi yog'ochli bo'ladi. Hammasi tayyor buni. Operator mana razdelniy vannasi bor, alohida kafel 30 ga 45 Xitoy kafel ishlatilgan. Bu esa alohida unitaz. Bu yerda esa kuxnya, hamma sharoit bor. O'tirib yeydigan, bu yerga mana o'tirib yeydigan joy qilgan. Zakrytый balkon. 67500, yana ozgina savdosi bor, Zolotoy 2-qavatda joylashgan.